Mishalka uchun motorlarimiz sotuvda. Mishalka motorlarimiz 3 kilovatli 1,5 оборотli bo'ladi. 100% misli. Ko'rishingiz mumkin. 3 kilovat 1,5 оборот. 100% misli. Motorimizni firmasi Mon firmasiga tegishli. Motorimiz voltmetrli bo'ladi. Voltmetrni ko'rishingiz mumkin. Voltmetrda tokni necha tok ishlayotganini ko'rsatib turadi. Undan tashqari motorimizni teploshkasi bo'ladi. Teploshkali motorni o'zini o'zi himoya qiladi bu teploshka. Bu motorimiz misli 100% misli bo'lganligi uchun narxi 1,200,000 so'm. Keyingi motorimiz Alfa Grand brendiga tegishli 4 kilovatli 1,5 оборотli motorimiz. Bu motorimiz alyuminli bo'ladi. Motor alyuminli motor. Bu ham voltmetrli bo'ladi. Teploshkalari bor buni ham. Faqat alyumin bu. Buni narxi arzonroq 850,000 so'm. Bundan keyingi motorimiz Grilifa motorimiz. Grilifa motorimiz 6 kilovatli yozilgan. Toza 2 kilovat beradi. Обороты 1,5 оборот. Bu ham mishalka motorimiz. Kilogramm 22 kilogramm yozilgan. Voltmetrni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda teploshkasi bor mana. Teploshkali bu ham. Endi bu motorlarimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Ishlashlarini ko'rishingiz mumkin. Voltmetrda tok ko'rsatib turibdi. Tokimiz 209 ekan. Bu misli motorimiz 3 kilovatli 1,5 оборотli. Endi 4 kilovatli 1,5 оборотli alyumin motorimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu motorimiz voltmetrda 211 ko'rsatyapti tokni. 211 tok. İşlashni ko'rishingiz mumkin. Ishlashlar juda ham yaxshi. Ko'rsatishining sababi narigida 209 ko'rsatdi, bunda 211. Bu alyumin bo'lganligi uchun tokni kamroq sarflaydi, misli ko'proq sarflaydi. Endi Grilifa 6 kilovatli 1,5 оборотli alyumin motorimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Tagi kafelli bo'lganligi uchun bu birvasta beraveryapti. Hozir sizlarga tagiga narsa qo'yib ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana tagiga narsa qo'yib oldik, endi ishlashini ko'rishingiz mumkin. Ishlashlari. Umuman ovoz yo'q endi. Haligida kafel bo'lganligi uchun birvasta beraverdi. Tokimiz 208. Ishlashlari mana. Kimga shunaqa motorlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bizda Drabilka uchun motorlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.